Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm. Aziz, muhterem, süyümlük Şarkı Türkistanlık qarandaşlarım. Hammanlarga Allah'ın güzel salamları olsun. Aslida bugün emas, növbetde biraz kallamizni dam oldiradigan siyosiy olmagan bir mavzuni bisonlar bilan o'rtoqlashay deb o'ylagan. Buni o'ylayotganimga bek uzun bo'ldi, 20 yildan oshdi. Edebiyat, romanlar haqida. Ama bir türlük eşinalmadık. Bugünkü bu nöbette yanıla siyasi mavzuda gap qilishga to'g'ri kelyapti. Ko'rib turganinglardek mavzumuz qo'rqinchli realligimiz. Men bu nutqqa qo'rqinchli darajadagi baxtsizligimiz deb mavzu qo'ymoqchi bo'lgandim. Oxirgi minutda qisqaroq bo'lsin deb shu ko'rib turayotganlarni tanladim. Qo'rqinchli realligimiz deyilganda qarindoshlarimiz darhol har xil manzarlarni ko'z oldiga keltiradiganligi cho'qim. Oldi bilan Xitoydan iborat darajadan tashqari cho'ng davlatning kuchi, xalqaro jamiyatning foyda manfaat uchun insonlik jinoyatlariga ko'z yumib olgan parvosizligi, xalqaro munosabat zanjirida Sharq Turkistonning tilga ilinmasligi, kuch nuqtalari muvozanatining hala bizga foydasiz holatdagi sayri qatorliqlarni o'ylaydi. Ama mening bu temada demoqchi bo'lganlarim hargizmi tashqi omillar emas, balki ichki asosimizning zaifligi to'g'risida. Mao Zedong ziddiyat to'g'risida nomli maqolasida tashqi shart ve içki asasını yoritib berish uchun bir misol ishlatgan. Bu misol shu. Issiqlik tuxumni cho'jiga aylantira oladi. Ammo issiqlik toshni cho'jiga aylantira olmaydi. Demak, ichki omil asos, tashqi omil shart rolini o'ynaydi. Bu misol bo'yicha tushunsak, issiqlik qanchalik kuchli bo'lsin yoki bek muvofiq bo'lsin, qat'iy nazar toshni cho'jiga aylantira olmaydi. Buni hammamiz bilamiz. Endi bizning siyosiy qismatimizga tatbiqlasak, Xitoyning kuchlikligi, xalqaro munosabatlar zanjiridagi o'rnimiz, dunyo davlatlarining setilma tabiat bilan insonlik tragediyasiga ko'z yumishlari hammasi tashqi omil bo'lib, bular shart. Asas emas. Asas nima? Asas özümüzün müstakillik iddiamizning qat'iyligi yoki emasligi. Yani bizmi mustaqillik deymiz deganni eg'izdala deb qo'yish bilan cheklanmay, uni ichimizdan, yurakimizning qatidan, eng ushoq tomirlarimizdan, yoshirinimizdan uringan muqaddas orzuga aylantirgan bo'lishimizdir. Ağzımızda şundak desek mi, ameliyatimizde tanlagan yolumuz eniq ve qat'iy bo'lmay, lınqasmı madarachilik yolu olsa, cheklik energiyamizni hele bununga sarf qilsak, demek biz ichki asos yaratilmagan, texichi nima qilish masalasida ikkilanishdan qutulmagan, maqsad ro'shanlikka ega bo'lmagan kulrang nishonasi ekanligimizni isbotlaydi. Uyghur diaspora cemiyetini kuzatganda qaraysizki, aql egallarimiz, to'g'risi bilim egallarimiz
yetishsizmi emas. Nurg'un doktorlarimiz, professorlarimiz bor. Tashkiliy qurilmalarga qatnashish jihatda ularga bir tashkilotga jam bo'lishni tashabbus qilish hozircha bek mumkin bo'lmasimi? İddia birligi jihatda bir aniqlik qozonolmishi masalaning tragik nuqtasi. Texmi aniqi millatimizning baxtsizligidir. Qaraysizki, umuman bilimlik deyiladigan sinfimiz siyosiy istiqbol masalasida hala mujmallik ifodalamoqda. Texmi to'g'risi mustaqillik bayrog'i ro'shan bo'lmagan to'plar ichida bo'lmoqda. Nasriddin Efendimning nesiga javob yo'q deganidek, nurg'unlarning vatanparvarligimi nesiga yo'q. Ya'ni pul bamisi qilinmaydigan vatanparvarlik bo'lg'achqa bir muncha ishlarni kasbiy odamlarga ehtiyoj bo'lganida bundaq odamlarning ishtahosiga loyiq iqtisodiy bo'lmagan tashkilotlar amalsiz qolmoqda. Bilarmanlarning ba'zilari cho'ng ish qilayotganlik bahonasi bilan siyosiy da'vodan uzoq turishi yoki taslimchilik qanotni tanlashi bichoraligimizning mangu biror davlatning ko'zir qilib foydalanishiga yarag'idek saviyadagi da'vo kadrlariga erisholmasligimizni keltirib chiqardiganligi bilinmoqda. Hamma vatan uchun deyilganda asosliqi siyosiy istiqbol uchun bevosita aloqasi bo'lgan ishlarga qatnashish ko'zda tutilgan. Lekin har Uyg'urning o'ziga xos biror cho'ng ishi bor. Bu turdagi yakka cho'ng ishlarga yaratayotgandek bilingan bu kishilar biror tashkiliy qurilma ichida bir planliq harakatning parchasi sifatida mavjud bo'lganida ondan da'voda ilgirlash ko'rilishi cho'qim. Bularning bundaq bo'lmasligida nurg'un shaxsiy omillar, vangshujilik mavjud bo'lgandan boshqa aslida sistemaga o'ltirgudek biror iqtidorning bo'lmasligi asosiy sabab ekanligi bilinmoqda. Chunki tor yozmalarida, tor inqilobchiligida xil qobiliyat namoyon qilgandek qilsimi, agar biror tashkiliy qurilma ostida ma'lum bir vazifaga tayin qilingan hamon bar yeri oshkoralanib, aslida hech ishga yaramaydiganligi suv yuziga chiqadiganligi bilinmoqda. Bu amaliy tajribadan, amaliy sinoqlardan kelgan bir natijadir. Ya'ni bir xulosadir. Qarindoshlar, vatan uchun biror ish qilmoqchi ekanligingiz rost bo'lsa, keling birlikda qilaylik. Bo'libmi o'xshash iddiadagilar mustaqillik tarafdorlari kelinglar, bir butun mashinaning bir vintisi bo'lib ishlang deyilganda turli bahonalar ko'rsatilib, o'zini qochirishlar aslida qobiliyatsizlikni yepish urinish ekanligini isbot qilishdi. Chunki torlarda bo'laki tashakilda hech qanday prinsip nizomi bo'lmagan, hech qanday cheklama va yo'l siziqchisi bo'lmagan, o'zi kelgan yor-yapadisda qilingan inqiloblar biror tashkil ichida bo'lganda tashkiliy prinsiplarning cheklamasi, tashkiliy strategiyaning cheklamasi, belgilik siyosiy talaffuz sharti qatorliqlar shaxsning o'z meylicha harakatini cheklab qo'ydi. Shuning bilan suvning puli suvga ketdi, qoldi qatiqning 5 puli degandek, shaxsning o'zini namoyon qilishda dasmiy bo'layotgan ba'zi alohidaliklari rol o'ynayolmaganlikdan uningga ravo ko'rilgan siziqchida hech nimaga yaramaydiganligi oshkora bo'ladi. Mana bular bizning tragediyamizdir, baxtsizligimizdir. Shunga eng oson yo'l to'rda xohlagancha etib, o'zini bo'lishni ko'rsatib, nam chiqarib ketaverga afzal bo'lib tuyulib, bu holat o'zgarmasdan davomlashmoqda va kelajakdami o'zgarishidan hech qanday umid ko'rilmoqda. Ko'rilmamoqda. Turkçasida. Demak, o'rtaq siyosiy qarashda bo'lganlar ichida bundaq bir guruh yaramliq odamlar do'rinmoqda. Haqiqatan ma'lum ishlar qo'lidan keladiganlar iddiviy farqliq tufayli bu sabga qatilib o'z kuchini chiqarishga yaqin kelmayotdi. Aslida ular mustaqillik tarafdorlaridan nafratlanadiganligi bilinmoqda. Nemishga nafratlandi? Ular Xitoy parastlarmi? Ular buni o'zlari rad qiladi.
Şundaq turib, nima uchun mustaqillik tarafdorlaridan nafratlandi? Ularningcha madarachilik yo'li tutish kerakdek qiladi. Bek keskin bo'lib ketmaslik, boshqalarning amgikini e'tirof qilish qatorliq til chaynashlari mavjud. Ondan kun tartibimizda eng ko'p ko'riladigan, hatto Uyg'ur tor dunyosida moda bo'layotgan deyishga bo'g'idek yana bir gap bor. Birlashish, hamkorlashish. Hatto ba'zilar buni qaratmilqi bo'lgan. Obyektlar ma'lum darajada konkretlashgan shakldami inkas yozib, tumur tutib beqishmoqda. Masalan, falani tashkilotmi sizlar bilan o'xshash qarashda. Shundaq bo'lgandan keyin birlashsanglar bo'lmamdi. Pustoni partiyaning g'oyasini xuddi siz ta'kidlayotgandek. Nima uchun ular bilan birlashmaysizlar? Oldi bilan atalg'ini tuzaltmak zarur. Birlashish degan atalg'u. Bu bir tashkilot bilan surgunda hukumat uchun ishlatilsa xato bo'ladigan atalg'udir. Chunki birlashish xarakteri, tashkiliy muqomi o'xshab ketadigan ikki qurilmaning, ya'ni orasiga tanglik belgisi qo'yilgan bo'lganlar orasidagi munosabatga ishlatilsa to'g'ri bo'ladigan bir atalg'udir. Şunu bundaq şəbi beriyotgan yaxshi ko'ngilli qarindoshlar bu nuqtani esib tutqani yaxshi. Undaq olmasa, hukumatni bir partiya yoki bir tashkilot saviyasida idrok qilish xatosini o'tkazgan bo'ladi. Kulkuli o'ringa tushirib qo'ygan bo'ladi. Shundaq bo'lishiga qaramay, bundaq şəbi berguchilarning yaxshi ko'nglini tushunganligimni deb o'tay. Lekin mushundaq şəbi berish bisharet berishlar uzluksiz bo'lib turayotgan bo'lishiga qaramay, bugungacha hech qanday bir tashkilot o'zining bu yaxshi niyatini rasmiy shaklda salohiyatli usul bilan, konkret uslub va plan bilan o'tirib qo'yib boqmadi. Shunga qarindoshlarning bizdilla ag'rinishi mo'da bo'lg'achqa, hala buni bizning yomonligimizdan, ishni taqib olganligimizdan deb xato tunishdi bo'lib kelyapti. Bir hamkorlik qandaq bo'ladi? Buningga intilgichida konkret bir loyiha bormi? Yozma taklif, yozma loyiha va usul bularning hech biri yo'q. Dehqonchilar u yoqdan bu yoqdan shapi berib qo'yish bilan bunda hamkorlik qarindoshlarning deyishi bo'yicha birlashish ish qo'shmaydi. Biz har fursatda ishimizning ochiq ekanligini ta'kidlab kelyapmiz. Yana ta'kidlasak, ishimiz ochiq. Har qanday bir tashkilot 2, 3, hatto 5 odam tavsiya qilsa, hukumatga qarshi bo'ladi. Marhaba. Albatta biz kishilar mayli e'tirof qilsin, qilmasin, nomi muqaddas bo'lgan bir hukumat. Hukumat ekanmiz. Bu muqaddas qurilmani o'yinchoq muomalasiga qurbon qilmaymiz. Hukumatning millat vakili bo'luvchilar haqida aniq sifat talablari bor. İlgirdan qolgan koni kasallar, koni sahvalliklarga hozircha amal bo'lmasimi? Bu 10 yillik tajribalar asosida yakunlangan bir aql mavjud. Buningga ko'ra, yo'qlamaga odam tizimlamaymiz. Ya'ni graf to'ldirmaymiz odam ismlari bilan. Bu bir prinsip. Yani bir adam hukumatga kiradigan bo'lsa, cho'qim bir vazifaning huddisidan chiqishi shart. Chiqalish shart. Unda olmay faqat qurultay bo'lsa, bir ovoz bergichi bo'lishdan boshqa yillar hech qanday roli bo'lmasdan tizimlikda bir katakchini to'ldirib turishdan boshqa keragi yo'q bir odamni hukumatga ekkirib olishning kimga foydasi bo'ladi? Hukumatga bir foydasi yo'q. Avu tashkilotga bir foydasi bormi? Umi yo'q. Davomizga foydasi bormi? Umi yo'q. Undaqkan endi men yana aniq chaqiriq qilaman. Har qanday tashkilot odam tavsiya qilsa bo'ladi. Qobiliyatli, bir vazifaning uddasidan chiqa oladigan yaramli odam bo'lsa bo'ladi. Hatto bu odamning ishtahasi qanday bir mansabni orzulasa, shu mansabni beriladi. Çünkü bizde Uyghur qurultayidagidek mansab talışıp og'zini buzishadigan udum yo'q. Ezelden. O'zaro ishtirishadigan udum bor.
Sen kıl, sen kıl. Çünkü bizning tunuşumuzda her qandaq bir mansabning bir yuki var, mas'uliyati var, javobgarligi var. Allah her kimni öz padisidan so'rab qitatıdı. Deymiz-ku itiqadımızda. Bir yurtning beshi bo'lgan shu yurtdan so'radi. Shundaqken elning beshi bo'lgan odamni Allohning oldida shuningga loyiq mas'uliyatdan so'rab qitatiladi. Bu bizning tushunish tarzimizdir. Shuna hammaylar mas'uliyatdan qo'rqadigan bo'lg'achqa bizning bu hukumatda shakllangan kultur mansab talish emas, mansabdan qochish. Hozirgacha bu chaqiriqni ko'p takrorladim. Lekin haligacha biror tashkilot bizga odam tavsiya qilay demadi. Bu shuni uqtirdiki, tavsiya qilgudek odam, shartga uyg'un odamlari yo'q. Faqatla burungi zamonlardan kelayotgan konu udum bo'yicha bir to'p odam kirish, ondan yo'qlamada bir ketekchinalni egallash. Va balki hukumatning ishi turib hukumatni g'ajash. Bu bizning tajribamizdan o'tdi, beshimizdan o'tdi bu ish. Atalmış xalq saylimi qildik. Echib yitib millat vakilini xalq saylaydi deb. Bu kirvag'anlar hukumat uchun bir qatri foyda keltirmaganning tashayinida hukumatni g'ajadi, hukumatni ojizlashtirishdi. Biz bu baloyibatlardan ming qiyin qiyomatda qutuldik. Endi bu xato takrorlanmaydi. Mana bu bizning qo'rqinchli realligimizdan biridir. Kerak keladigan amaliy, konkret bir vazifaning o'tisidan chiqa oladigan odamlar yo'q. Ba'zilar milliy armiya tashkillashdan poyatayotganlarda nima o'ylaydi bilmayman. Ammo bizning beshimizga shunday Allah kelyotidiki, o'qitayli, tarbiyalayli desak, ish o'qitini, oilasini qo'yibli yo'lga chiqishga tayyor bo'la oladigan 3 odam topolmaganligimizni necha qatim takrorladim. Biz faqatla to'g'ri inqilob qilishga yaraydigandek bilamiz. Mana bu yana bir qo'rqinchli realligimizdir. Undan boshqa bir hujjat torlarda ko'p e'lon qilindi. Xitoylarning bir hujjati. Aslanlar. Bu hujjatda Xitoylar diaspora Uyg'ur jamoati ichida qanday siyosat qo'llanilganligi haqida deyilgan. Xabaringlar bor. Yani müstakillik talabida bo'lmaydigan tashkilotlarni ko'paytirish yoki kuchaytirish, hatto ularga rag'bat berish, zo'r ko'pchilikni changalda tutish orqali mustaqilchilarni yetim qoldirish. Buning bakmi ko'p variantlarini amaliyatimizda ko'rib turibmiz. Lekin nurg'unlarimiz, hatto o'zini ziyoli bilarman chaqlaydiganlarmi bunda xilma-xil tashakkullarning asli g'oyasi nima deganni idrok qilib ko'rmaylar, shularning depoga usul o'ynamoqda. Va bu tashakkullar ichidagi ta'sirlik allaqanday ishlar ularning maylini tatib turayotgachqa ularga asir bo'lib ketishmoqda. Bular qanday tashakkullar? Bular qandaqdir siyosiydan uzoq turadiganlar. Qandaqdir ilmiy tashkilotlar. Ular siyosatdan uzoq turib millatning madaniyat ishlariga hissa qo'shish shuari ostida bir muncha yaramliq odamlarni o'z changilida tutmoqda. Ular rostla siyosatdan uzoq turadiganlarmidi? Inchki kuzatgan chog'imizda bo'libmi jiddiy yo'l ayrishmalarida. Hayotning ba'zi do'qmushlari bo'ladi-ku. Ayağına meniş yoki mayanga menishni belgilaydigan do'qmush. Shu do'qmushlarga kelganda mustaqillikqa zo'q bo'lmaganlar ekanligi oshkora bo'lmoqda. Buning ichiga qapsilib, faili majhul yamchiklarga go'l bo'lib, hayotini xo'ritayotgan bu bilim egalari ana shunday yo'l ayrishlariga duch kelgan chog'lardagi reallikni ko'rmayotamdi. Aslida ular siyosiyga aralashmaslikni shuar qilgandek ko'rinsimi, amaliyotda mustaqillikka qarshi xitoyparastlarning tashkillagan tashakkullaridir. Tashkillovchilarga diqqat. Uning ichida nurg'un yaramliq, nurg'un sadoqatman, nurg'un yaxshi ko'ngil, nurg'un oq ko'ngil insonlarimiz bor. Kerakli insonlarimiz bor. Bunu ta'kidlab qo'ying.
Beşidik kim? Nima uchun siyosatdan uzoq turib shuni tashabbus qildi? Maqsad nima? Buni kichkina idrok qilmoq lozim qarindoshlar. Şuna her qachon bunday ayrışmalarda ularning ikki ayrılmaslik türüdikilerge yakınlıkı bilinip durdu. Bunlar siyasetten hali teşekküllərdəki bilimdallardan bir-birlep sorsanız, müstəqillikni rədd qılmaydı uyu, ama teşkilinin prinsipi tüpeylidən, üzü təvə olğan teşkilinin prinsipi tüpeylidən, ulamı teşkilinin siyasi tutumuğa uyğun yol tanlamakta. Bu çağdımı əqlini cari qılıb, xata yolda ikənligini idrak qılıb, xatadan adacıda bulup, qayta yol tanlay demey, bir xataga patqanç petip, şu yolda davam qilishmoqda. Bunun için ana şundaq siyasetten xali deyilgen teşkilatlarının, toplarının içindeki qarindoshlar çoğunqurroq o'ylanib ko'rsa ekan deyman. Bular amaliyotda düşmanning projektidir. Bizni bölüş, parçalash, tutib turish va mustaqillik talabidagi kuchlarni osonlikqa tushirish projektidir. Yuqorida men tilga olgan Xitoyning hujjatidagi bek ko'p qatim o'tirib etildi o. Men yana chiqarishni xohlamadim. Shuni eslanglar. Düşmanning projekti mustaqillikni talab qilmaydigan tashkilotlarni ko'paytirish degan projekt. Nihoyatda afsuski va bizning yana bir qo'rqinchli realligimiz shuki, siyosiy ko'rishimizda bizga doğru bo'layotgan ozgina kerakli odamlarmi mana shunday zoya bo'lmoqda. Bundan boshqa ba'zi mo'jizalik holda 2017-yılının oturusudun keyin yoki keyingi yerimida chet elga chiqqan faili majhul shaxslarmi o'zi shahid bo'lgan Xitoy jinoyatlari haqida hech qanday bayonda bo'lmayla ko'zbo'yamchilik bilan büyük ishlarga bosh bo'lib torda inqilob qizitib ketdi. Ve bularmi bir munch keraklik odamni o'z atrofida mashg'ul qilib olmoqda. Xalqimizdagi tarafdorlik tuyg'usining har qanday boshqa tuyg'ulardan kuchli ekanligi bu yerdan isbot qilishyotdi-ki, bu katta ish tavratkuchilardan 2017-yildek mudhish bir yilning keyingi yerimida qanday qilib chet elga chiqalading? Sen o'zing shahid bo'lgan ishlardan ig'iz ochmayli boshqa ishlar bilan mashg'ul bo'lib aldirashlik patding-ku, saqam deb so'rab beqish yodiga yetmay, taraf bo'lib qolganligidan Üzü tarafni günahsız, üzü taraf perişte, qağı bilan appak şekilde ketmekte. Hatta siyasi panalık tilep bulup, dikkat, siyasi panalık tilep bulup, netçi yıllardan keyin vatanga qaytib birer yıllab turib kelganlar haqidami hech qanday gumon tug'ilmishi bizning burnimiz turibmi poq yeydigan darajada ekanligimizning yana bir dalili. Mana shundaqlarning aqsidimi bir muncha aql egillari do'stlik zanjiriga bog'lanib yurishmoqda. Natijada mustaqillik tarafdorlari kuchsizlashib, yordam berishni xohlaydigan ba'zi kuchlarning ko'ziga osonlik va ojiz, yaramsiz ko'rinmoqda. Bu vaziyat davomlashsa, Uyg'ur ziyolilari, bilarmanlari mustaqillik sifida bayrog'i ro'shan holda o'rin olmasa, bizga yordam beradigan birasining chiqishidan tamodi bo'lmasak mı bo'ladi. Qarindoshlar, bugun mushagicha bo'lsin. Keyin yana nasib bo'lsa ko'rishamiz. Hammanglarga Alloh ro'shan aql ato qilsinki, yo'lni to'g'ri tanlanglar. Yo'lni to'g'ri tanlanglar. Oturgu çıkıp elip iş kızıtıvatkallarının kimliklerini kichkina so'raqlanglar qarindoshlar. Qachon, qanday qisqa paydo bo'ldi u o'tirda? Buni so'raqlanglar kichkina. Bu darajada bo'lib ketmaydi qarindoshlar. Hammanglarga rahmat. Allohning rahmati ustinglarda bo'lsin. Keyingi qatim ko'rishguncha xayr xo'sh.